Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz oilaviy dam olish deymizmi, havo almashtirish deymizmi, chiqyapmiz. Santa Barbara degan bir mashhur joyimiz bor. Shu taraflarga Yusuf yangi yo'ligida shu tomonlarga bir havo almashtirish uchun sayr qilishga ketyapmiz. Men borganman 3 marta. Ish bo'yicha. Oilalardagilar hech kim bormagan. Shunga hozir bu sayohat mashinamiz bilan ketamiz. Bu ish mashina. Bu sayohat mashinasi. Oilaviy mashina desak ham bo'ladi. Xo'jalik mashina. Xo'sh, boradigan joyimiz bir 2 soatlik yo'l. Sal uzoqroqda. Bugun o'zimizga dam olish berdik. Bugun bir qizimizni tug'ilgan kuni, shunga shu bahonada bir hamma yer bir shu shimolda joylashgan, shimolroqda shu tomonlarga o'tib bir dam oldirib kelamiz. Xudo xohlasa deb turibmiz. Hozir bitta sal muammo bor. Shu velik muammosi, shu veligi sig'armikan shunga? Shunga sig'armikan mana bu yerga? Hozir yotqizib qo'ysak, buni hozir kelishtiramiz. Narsalar olib kelib, mashina qo'yilgan joyini. Mana u narsalarni bu yana nima qilanaveradi, veliga qo'yamiz, xo'pmi? Men mashina joyina qo'ying. Veliga ham kirgizdik. Boshog'i deb veliga haydab boring deb. Sig'di. Yopilarmikan? Yopildi. Mashinalar qulanglar. Yo, bismillah. Kuni ko'rgandim. Kuni ko'rdim. Uyga ketib boratdim-ku. Qara bilan Filippin. Bangladeshdikmi? Yo'q, qara bilan Filippindek. Endi yashaydi, Ro'yxatda deb boshqa. Yo'q, endi uning oilasi, hozir o'tamiz, Thousand Oaks degan joy bor-ku. Uning oilasi o'rda yashaydi, lekin yana ketsak Santa Barbaraga ketamiz. Biz hozir bir aylanib bir Ohay degan bir joylar bor ekan. Shuna bir aylanib kelaylik. Hozir mana shu yerdan 2 ga bo'linadi yo'l. Mana bunday San Fransisko taraf mana yozib qo'ygan. Santa Barbaraga ketadi. Bu hozir Ohay degan tomonga bir aylanib keladi, shu tomonlarga o'tib. Mana bu yo'llar keng dala, keng. Tepalar tokmi nima? U tepalar? Daraxtlar bor-ku mana. Yo'lga birinchi marta kelishimiz. Kengayganga keng dunyo deydi-ku. Ha? Bu tepalarda ham bir dehqonchilik qilib daraxtmi bir nimalar ekishgan. Haqiqiy qishloqqa keldik. Tog' yon bag'irlardagi haqiqiy qishloq.
Los Angeles'tan 1,5 saatlik uzoqliklik Ohio degan joylar. Qishloq hayotlari. Bu yerda mol boqsa bo'lar ekan. Aldan bilan yo'llari ko'rsatdilarga anaqa map karta shu yo'llardan ketyapmiz. Roller coaster yo'llar. Lekin mana qishloq joylar bo'lsa ham yo'llari dahshat. Egri-bugri qiyshiq yo'llar ketyapmiz mana. Lekin joylari zo'r ekan, soya, salqin, havolari tozagina. Bu yo'llardan hech o'tmagan ekanman. Saqash yo'ldan oldingizlar. 40 tezlik deb qo'ygan. 40 tezlikga ketyapmiz. Yani 40 deganda 65 tezlik. Kilometr soatda 40 mayl. Yurgan joyim bor ekan bu yerda. Chiroyli joylar yoqtirib, chiroyli deb qo'ygan uylar. Bundacha. Qaray, tinchmisizlar? Ular hozir kofe olishga kirdi magazinchaga. Mana bu yerda hozir bitta kofe olmasak, uyqularimiz kelib ketibdi odam. Tog' bo'yida ana bulutlar yuribdi. Takbirlar. Sorry. No. Binalar hammasi bu Latino ispan stilda qurilgan. Spanish style deydi. Bu yerdagi binolar xuddi eski seriallar bo'ladi, Latin Amerikan seriallari, Meksika. Shunaqa stilda qurilgan uylar. Hozir biz shunaqa joyga kelganmiz. Siz ko'chada ochiqlikdagi bibliotekani ko'rganmisizlar? Ko'chalarda misol kitob sotadigan magazin bor, lekin biblioteka mana. Mana shu ochiqlikdagi biblioteka bu qisor. Tashada. Bunaqasini ko'rmagan ekanimman. Hozir ichkariga kiramiz. Ko'chada ochiqlikda biblioteka. Oh no, we're just browsing. Thank you. Oh, they were all on the wall. Yes, and we had a large. How many boxes do you think? Top. Alaykum. Topdinglarmi kitob? Oh, we don't have that many anymore. I don't think. We've got plenty. When I cleaned up the room, you know, that we paid into leases with,
Hozir bir Og'ay Vali Inn degan mehmonxonaga keldik. Mehmonxona kirdi shunchalik katta. Bunaqa mashinalarda aylantirib yurishadi. Bu xonadan bu xonaga borguncha. Mana endi tabiatda qo'yniga qarang. Qanday chiroyli joylarda joylashgan. Ha bu boylar o'ynaydigan golf maydonchasi. Juda katta tertera joylashgan. Mana bitta bizaga anaqa kartasini berdi. Qanchalik katta. Juda katta territoriya. Chiroyli joylar. Hatto mehmonxonaga o'zing mana uyliklar ham bor. Mana shu velosipedlar. Mana shu joylarga ketsa bo'ladi mana. Bu mehmonxona ichini aylanib odam charchagan. Vashshi chiroyli joy lekin. Tog'lar bor, u yoqlarda. Tog'lar. Mana bu yoqlarda ham tog'lar bor ekan. Kafelari, magazinlari bor mehmonxonaning ichida, tabiat qo'yinida. Mana bu yerda ovqatlanishyapti. Shashling edi? Nihoyatda katta joylar ekan. Golf o'ynashyapti. Daraxtlari mana kechqurmagan mana nimalar yoqishar ekan mana. Chiroqlar yoqib qo'ygan. Kechqurun yonar ekan mana shular. Chiroyli ko'rinadi kerak menimcha. Zo'r joylar. Tog'lar orasida mehmonxonasi. To'rt tomoni tog'. O'zini kichkina zaparkchasi bor ekan. Nima deyapti? Ham og'zi ishlab o'tiribdi, ham qo'li ishlab o'tiribdi. Qayerdan bilasan? Ana hozir bemalol tegdi to'piga, ana qarang. Ushlab ko'rmoqchi nima ekan bu deb. Ishlaydi, qara. Tep ko'ryapti nima ekan bu deb. Yeyiladigan narsami? Ani? 2017-yildan beri aytdimi? Ochiqlikda nimasi bor ekan, pool, basseyni bor ekan. Mana bu yerdan kiriladi. Ochiqlikda basseyni. Katta basseyn.
Mana shuttle to'xtaydigan joy aylanib, mana shu yerda shuttlelar aylantiradi. Mana bu yerda o'tiradi, kutib. Mana shuttle stop. Nima deydi? 2012. 2012-yil ekanmi tug'ilgan. Bu mehmonxonani kiradigan joylari bu ichkariga. Mana ketishyapti odamlar yoki bo'lmasa kelishgan. Mana yur. Şurada biraz oturup duraydık. Yo'q. Mehmonxona parking qiladigan joylari bu. Rosa katta parking ekan. Endi ketamiz. Hatto elektrik mashinalar mana bu yerga kelib zaryadkaga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi mana. Porsche elektrik zaryad qo'yadiganlar. Mana bittasi qo'yib qo'yibdi mana zaryadkaga. Ketdikmi? Oy, tugatdik endi Santa Barbaraga. Xudo xolasa. Sekin chiqib ketamiz. Zo'r choylar qilganlar. Nihoyatda toza, saranjom sarishali joylar ekan. Yana kelamiz. Hozir chiqaylik. Вообще bu nima o'ynaydigan joylarda katta ekan. Mana shundan chiqib ketamiz. Yo'q, va shu uzoq bu yerdan. Aspirin kelgan. Nabarat ketishimiz kerak. Qayerda? Riverside tarafida. Yo'q, bu yerda bor. Bu yerda ham hot spring bormi? Aspirin umuman bormagan. Santa Barbarani bichlariga ham yetib keldik. Mana joylarimiz. Santa Barbarani sohil bo'yi. Yerler eski ancak qadimiy shahar. Shahari qurilgan uylar ham ancha eski lekin juda mashhur joylar bu. Bu yo'g'i Tinch okean bu yog'i. Hozir bir yerda to'xtaymiz. Mana mashina bir parking qildik. Endi sohil bo'yiga qaraylikchi, nima gap, nima bor, nima yo'q. Yerga aytadigan joylar ekan mana. Ajoyib chiroyli mana tog'. Tog'i tagida joylashgan Santa Barbara shaharchasi. Hozir bu yoqqa ovqatlanishga kiramiz.
Ha, yo'qmi joy? Yo'q, bor. Bormi? 7 dedi. Ketdik. 7gacha yedingmi? Shunaqa ham bo'ladimi? Hammasi reservation. Bu Libanis shekilli, ha? Libanskiy restoran. Ketdik. Bu Libanskiy restoran. Ha, böyle lazım bana. Oturalım. Can get chicken. Küçük tiyatro var onu. Bu alavı gazdan yapıp koyuşken. Toshchalar qo'ygan. Tagida mana yana gaz bilan bor mana. Shuni gaz chiqardi endi. Kim görüş? Mana bu Yo, ay Zayko. yo'q, adaram guruchsiz olamiz. Mana shu nimalarni ko'rib, mana eski shaharlarni bilsa bo'ladi mana. Oh! Ha. Ha, xo'p. Necha yil bo'lgan ekan shu imoratga? 100-200 yil bo'lgan shekilli. Santa Barbarani downtown ekan bu. Markaziy ko'chasi ekan. Ko'chani yopishgan. Yarmarka bo'pti bugun. I think that like Don't do that. Ha, shu bilan mana bugungi nimamiz tugadi. Xudo xolasa mana How far is how much? Ohoy bilan Santa Barbaraga How far is it? sayohatimiz 1 yakunlandi. hour. Xudo 30 xolasa minutes. qanchada boramiz? 1,5 soatdami? 30. 1 hour 30. 1 soat, 1,5 soatda uyga ketar ekandik. Xudo xolasa yo'limiz ochiq bo'lsin. Mayli, katta rahmat oxirigacha ko'rganingizlar uchun. Biz ketdik.